ketyaptimi? Bo'lajak kuyovingiz uchrashuvga taklif qildi. Yoshlar. Men ham bolaligimda rosa uchrashuvga chiqardim. Qora jimjimador ko'ylagim bilan. Qayerga borar ekan? Restoranga. Restoran. Ay. Kel deganda kelmading, oshiqligimni bilmading, meni nazarga ilmading. Boraver, men bormayman, bo'lgin menga yor demayman. Kel desang men kelmadim, oshiqligingni bilmadim, bilmay nazarga ilmadim. Bor dema, men bormayman, o'zgani men yor demayman. Boqsam Yo'q, restoran bo'lmaydi. Hop, unda parkka borsin. Park yaxshi, ana parkka borsa bo'ladi. Men ham bolaligimda Ali Pikari kiyib olib. Виден паркская вьюга, и в них плещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города, не видят люди друг друга. It's time. Tinchlikmi adasi? Bo'lmaydi, parkka bormasin. Mayli, unda konsertga olib borar. Yaxshi, mana konsert zo'r, odam ko'p bo'ladi, gavjum bo'ladi. Yaxshi, mana konsert. И снова светлая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, светлая ночь, и все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя. Yo'q, konsert kino bo'lmaydi. O'zi qaysi Ekolo shampunda ishlaydigan kuyovingiz. Koreya mahsuloti ekan. Adajon ham bir ishlatib ko'rsinlar deb sizga jo'natibdi. Bu anu-ku, hozir trendga chiqqan shampun. Hozir maza qilib hamma ishlatyapti. Bu men sochimga ham bo'ladimi bu? Hamma turdagi sochlarga tushar ekan. Bo'ldi. Qani bitta foydalanib ko'raylik. Sifati yaxshi bo'lsa, qizim uchrashuvga chiqadi. Xo'sh, qalay ekan adasi? Voy zo'r shampun ekan. Voy sochlari maza qilyapti. Mana shu kuyovim bilan uchrasha qolsin, Xo'p, qayerga borsin? Kutubxonaga borsin, bo'ladimi? Kutubxonada. Oq atir gullar. Voy o'ling, bo'lmaydi adasi? To'g'ri, kutubxona bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi kutubxona? Tata, nimaga kutubxona bo'lmaydi? Voy, bo'lmaydi adasi. Yo, sen nimani o'ylab kutubxona bo'lmaydi?